Mana bugungi musobaqa juda ham chiroyli o'tdi, yaxshi o'tdi. 3 ta medal sohiblari ham aniqlandi, Bekbish ham aniqlandi. 2 kun ichida musobaqa o'tkazdik. Musobaqa organizatsiya qilganlarga hammasiga katta rahmat. 3-o'rin Kamol Qurbonov 70 gram. Bu sefer 2'ni oladi. Rahmat hammaga. Ikkinchi o'rin katta xizmat qildi, lekin birinchi bo'lib baliq chiqardi ukamiz Komil Mamatqulov. 413 gram. Birinchi o'rin chempionimiz Zara Lyubimchik doktorimiz Azim Ashurov 215 gram. Harsak jo'laylar, harsak. Hazırlar. Onu verin bize. Hali bu Azimjonga kamlik qildi, ketmayman deb o'tiribdi. Bekbishni ham Azimjonga beramiz. Самый большая рыба. Bekbishni olib keling. Mana shu musobaqani organizatsiya qilgan ukamiz Rustamjon aziz yordam berdi. Biz ham yordam berdik. Chiroyli bo'lsin. Juda ham yaxshi o'tdi, lekin gap yo'q. Malatsi rебята. Aka-ukalar hammalaringizga kattakon rahmat. Quloq solinglar. Vaqtlaringizni maroqli o'tkazing degan umiddaman. Hammamiz kimga taqdir qilgan bo'lsa mana omadini berdi. O'rinlar hammasi joy-joyini topdi. Hammaga kattakon rahmat. Bundan buyon, bundan katta musobaqalarda qatnashishga hammaga nasib qilsin. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma va panoy xudo.